bir o'zbek xalq maqoli bo'lardi. Kenayimning ovqatini shirin qilgan bu pochchamning bozorligimi, mahsulotimi derdi. Shunaqa bir gap bor edi. So'zma-so'z. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lgan, agar shunga tayanadigan bo'lsak, taomning mazali chiqishi birinchi o'rinda dehqonning mehnati mahsuli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shuni ahamiyatini balandroq ko'rasiz. Ha, chunki mahsulotni oddiy misol yaxshi sabzi yoki yaxshi o'zak sabzidan osh yaxshi chiqmaydi. Yoki bo'lmasam yaxshi mahsulot olib kelmasangiz ko'ngildagidek taom chiqmasligi mumkin. Yaxshi go'sht bo'lmasa, misol. Ya'ni bu yerda hamma narsa oshpazga bog'liq emas-da. Oshpaz men yo'q narsadan ham bor qilaman, zo'r qilaman deyishi mumkin, lekin gapi yo'q. Oshpazni tajribasi zo'r bo'lishi mumkin, unga e'tiroz yo'q. Lekin mahsulotning ham o'rni muhim.